Hammaga assalomu alaykum. Kechaga qo'ygan Ramazon aksiyasiga qo'ygan mebelimiz 1 soat ichida sotilgan. Mashinalarimiz bugungacha bir kun vaqt o'tib ketib qoldi. Ramazon aksiyasiga qo'ygan ikkita uyg'unligimizdan bittasi ketdi, xudo xolasa. Hammalarga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Videomiz cho'zilib ketsa, sizlardan uzr so'raymiz. Ko'rishlaring mumkin. Juda ham chiroyli, akkuratni qilib mashinalarimizga yuklab berdik. Polni storichlab, o'rab, chiroyli qilib yuklab berdik mashinalarimizga. Xudo xolasa havolarimiz ham ancha yaxshi. Shopirlarimizga oq yo'l tilaymiz. Shopirlarimiz xudo xolasa 5-6 soatda yetib borib qolishadi. Bilasizlar, endi yaqin yo'l emas, uzoqroq yo'l. Biz aksiyamizda yana bitta mebelimiz qolgan. Bemalol telefon qilsalaring bo'ladi. Narigi mebelimizni ham yaqinda obzorini qilamiz, xudo xolasa. Hattoki tumbuchkalarigacha strichlab o'rab berdik. Stollari ham hamma yo'g'i bo'ldi. Mana ko'rishlaring mumkin, mashinamizga chiroyli qilib yuklab bo'ldik. Juda ham akkuratni, chiroyli chiqdi. Mana ko'rishlaring mumkin. Toshkent Olmaliq Ramazon aksiyasi. Hammalarni do'konlarimizda kutib qolamiz. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, bir donagina like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmang. 20 k bo'lganimizda shu bitta uyg'unligimizda omadli obunachimizga sovg'a qilamiz.